Biz charchadik. Dunyoning bitmas tuganmas yugur-yugurlaridan, shovqinidan, qalbimizni kirlatgan g'uborlardan charchadik. Va nihoyat o'sha bizni poklaydigan, ruhimizga orom beradigan mehmon ostonada ko'rindi. Ramazon. Bu shunchaki taqvimdagi oy emas. Bu yaralangan qalblarga malham, adashgan yo'llarga nur, yig'lagan ko'zlarga quvonch bo'lib keladigan ilohiy bir fursat. Tasavvur qiling, sahardagi o'sha fayzli sukunat, iftordagi shirin hayajon va jamoat bilan o'qilgan duolar. Bu damlarda biz nafaqat nafsni, balki gina kuduratlarni ham tark etamiz. Chunki bu oyda hamma bir-biriga mehribonroq, hamma o'zidan ko'ra o'zgasini ko'proq o'ylaydi. Balki siz gunohlarim ko'p, bu yil qanday kutib olar ekanman deya hijolatdadirsiz. Lekin unutmang, bu oy kechirim izlaganlar uchun ochilgan ochiq eshikdir. Sizni hech kim tushunmaganida ham sizni rad etmaydigan, kel bandam deb kutib turgan mehribon zot bor. Keling, bu galgi Ramazonni shunchaki kutib olmaylik. Uni qalbdan yashaylik. Shunday yashaylikki, u ketayotganda bizni butunlay boshqa, pokiza va baxtli inson sifatida qoldirsin.